Biz agar piyoda askarlar tashlanadigan bo'lsa, Birlashgan Arab Amirliklari va Bahrayn sohillariga hujum qilib, u joylarni olamiz dedi. 2-mart oyidan shu kunga qadar 1238 ta inson o'lgan Isroilni otgan raketalari sabab. Trampni Ko'rfaz mamlakatlariga bosim qilgandan keyin ba'zi Ko'rfaz mamlakatlari Eronga qarshi urushga qo'shilishlikka yaqin bo'lyapti. Isroil bilan Suriya albatta to'qnash keladi. Chunki bularni qo'ygan strategiyasi, bularni qo'ygan maqsadi, bularni qo'ygan g'oyasi hech qachon to'g'ri kelmaydi. Eronda raketalar tugasa, Eron mag'lubiyatga uchraydigandek. Yo'q, raketalar tugasa ham, raketa otilmaydigan bo'lsa ham bu mag'lubiyat degani emas. To yerdan kirib ularni joyini egallamagunigacha ular mag'lubiyatga uchramaydi. Va yerdan kirib ularni joyini egallashlik esa juda ham og'ir narsa va bu agar amalga oshadigan bo'lsa, Isroil va Amerikaning juda katta strategik bu xatosi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. So'nggi kunlarda Erondagi Amerika va Isroil plani amalga oshmayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Chunki urushdan oldin, urush boshlanganda Amerika prezidenti Tramp aytgan edi, bu urushni 4 haftada yoki 6 haftada tugatamiz degan edi. Mana 4 hafta o'tdi, lekin urush tugagan yo'q va bu urush hali 1 hafta, 2 haftada ham tugamaydi. Chunki Amerika tobora muammoga kiryapti. Hormuz bo'g'ozini ochaman deb harakat qilyapti. Vaholanki bu Hormuz bo'g'ozi o'zi ochiq edi oldin. Urush bo'ldi, Eron yopdi. Endi ochishga harakat qilib, butun atrofdagi davlatlarni yordamga chaqiryapti. Albatta buni tagida ko'pchilikka ma'lum bo'layotgan ularning maqsadlari bor. Eron davlatini sindirishlik, ularni hozirgi tuzumini yo'qotishlik. Lekin bunga albatta erisha olmaydi. Bu narsa oson ish emas. Oson bo'lganda buni hal qilgan bo'lardi. Go'yoki Eronni Venesuela deb o'yladi. Venesuela prezidentini shunday borib olib kelgandek, Eronni ham rahbariyatini o'ldirib, yo'q qilib, bu tizimni, hukumatni yo'qotamiz dedi. Shu narsani o'ylagan edi. Ularning rejasi, plani shu edi, lekin bu amalga oshmadi. Amerika tezda hal qilib yuboramiz degan strategiyani qo'ygan edi. Lekin bu strategiya ish bermadi. Chunki Eronda ish berishligi juda ham qiyin. Hatto mana ma'lumotlarga ko'ra Britaniya tashqi razvedka xizmati rahbari kecha kuni ochiqlama qilgan va aytganki, hozirgi vaqtda urushda ustunlik Eron qo'lida degan. Ya'ni uni qarashi bilan ustunlik Eronda qo'lidaligi aytilyapti. Amerika esa ustunlik bizni qo'limizda, biz u qilyapmiz, biz bu qilyapmiz deyapti va bu gapini bir necha marotaba takrorladi, lekin voqelik farqli. Voqelikka qaraydigan bo'lsak, biz tobora Amerika muammoga kirayotganligini ko'ramiz. Hozir mana piyoda askarlarni olib kirishga harakat qilyapti. Piyoda askarlar kiradigan bo'lsa, Eron ogohlantirdi. Biz qattiq zarba beramiz, ular xohlagan narsa bo'lmaydi va juda ham xatarli bu bayonot. Biz agar piyoda askarlar tashlanadigan bo'lsa, Birlashgan Arab Amirliklari va Bahrayn sohillariga hujum qilib, u joylarni olamiz dedi. Bu nima bu? Bu qo'rqitish bu. Bu nima? Xolij mamlakatlariga ham bo'layotgan signal. Buni zararini, Amerika piyoda kirishlik zararini senlar ko'rasan degan. Chunki oxirgi kunlarda mana Birlashgan Arab Amirliklariga ham, Bahraynga ham Eron hujum qilyapti. U joydagi o'sha Amerikani bazalarini hadafga olgan holatda. Hozir Xolij mamlakatlaridagi, ya'ni Fors ko'rfazi mamlakatlaridagi Amerikan bazalari tamomiy bo'shab qoldi. Amerika ma'lumotlariga ko'ra u joyda 40,000 Amerika askari bor deb aytilardi. U joylardagi bazalarda, Qatar bo'lsin, Saudiya bo'lsin, Kuvayt bo'lsin, Bahrayn bo'lsin. Lekin mana hozirgi oxirgi kunlarda u bazalar bo'shab qolgan. Bazalarda askar yo'q, umuman yo'q. Iroqda bo'lsin, Iroqdagi bazalar tamomiy tashlab qochib ketilgan. Bir ikkita o'sha yerda qo'riqlab turganlari bo'lishligi mumkin ba'zi ishlarni bajarib, lekin askarlar
qaysi tomonga chiqib ketgan? Hozir mehmonxonalarga, odamlar turar joylarga kirib ketgan ular. Yashirinib, Eron dronlaridan yashirinib, Eron ballistik raketalaridan qo'rqib ular qochib ketgan. Demak, Fors ko'rfazi mamlakatlariga Amerikaning bazalari omonlik bermadi. Hattoki o'zlarini askarlariga ham, Amerika askarlariga ham omonlik bermadi. Ular ham bazalarini tashlab qochib ketdi. Demak, ummat ya'ni o'zini strategiyasini ko'rib chiqishligi kerak. Kimga xizmat qilyapti, nima uchun harakat qilyapti? Agar o'sha Fors ko'rfazi mamlakatlari birlashadigan bo'lsa, Amerikaga ham, boshqasiga ham hojat qolmaydi ularni kuchayishligi uchun. Ular o'zlari agar bitta bo'ladigan bo'lsa, katta kuch bo'ladi, katta quvvat bo'ladi. Lekin rahbariyatdagi ba'zi xatolar, boshqaruvdagi ba'zi xatolar buni zararini musulmonlarning ustiga olib kelyapti va bu dronlar, raketalar natijasida tinch aholidan qancha odamlar o'lyapti. Amerika bazalari sababli tinch aholidan odamlar o'lyapti. Hukumatni qilgan noto'g'ri siyosati sababli tinch aholidan insonlar o'lyapti. Bu narsalar albatta ko'rib chiqilishligi kerak. Shuning uchun bu xorij mamlakatlarida tabiiy holatda xalqni ichidan chiqayotgan siyosiy harakatlar, siyosatchilar, mutafakkirlar doim nima qilinadi? Oldi to'siladi. Ya'ni siyosiy masalalarga kirishgan, siyosatdan gapirgan mutafakkir odamlarni doim qamaladi, yo'qotiladi, yopiladi. Nimaga? Chunki ular to'g'ri fikr bildiradigan bo'lsa, tepadagi rahbariyatdagi hukumatni ayblari, xatolari ochilib qoladi. Shuning uchun ularga ruxsat berilmaydi. O'zimizda ham O'rta Osiyo mamlakatlarida ham shunga o'xshash ishlar bo'ladi. Xalqni ichidan chiqqan mutafakkir tabiiy siyosatchi xalqni, millatni, yurtini, vatanini kelajagini o'ylagan insonlar doim nima qilinadi? Doim yopiladi, ularni ustiga bosim tashlanadi va ularni siquvga olinadi, gapirtirilmaydi yoki qamaladi yoki ular qochib tashqariga chiqib ketadi yoki yana boshqa ularni to'sishlik yo'llariga ular qo'l uradi. Va natijada xalq rivojlanmaydi. Natijada davlat rivojlanmaydi. Natijada musulmonlar yana o'sha dushmanlariga xor bo'lib, dushmanlarini aytganini qilib, ularning strategiyasi bo'yicha harakat qiladi. O'zini strategiyasi emas. Musulmonlarning o'zini strategiyasi bo'lishni kerak. Nima qiladi, nimani bajaradi, nimaga boradi, qanday boradi? Bu narsalar albatta musulmonlarning o'zida bo'lishligi kerak. Musulmonlar bunga qodir, buni qila oladi. Bu narsalarga albatta musulmonlarning ichida juda ham ko'p kadrlar bor. O'rta Osiyo mamlakatlarida bo'lsin, boshqa musulmonlarning diyorlarida bo'lsin, u joylarda kadrlar juda ham ko'p. O'qiyotgan aqlli, mutafakkir, ziyoli insonlar juda ham ko'p. Bularga imkoniyat berilmaydi. Ayrim odamlarni fikri bilan davlat boshqariladi. Ayrim odamlarni qarashi bilan davlat boshqariladi va ularni ham tepadan boshqa dushmanlar boshqaradigan bo'lsa, o'sha dushmanlarni hadafi bo'yicha, ularni maqsadi bo'yicha ular harakat qiladi. Mana Xitoyni O'zbekistonga kirib kelishligini biz so'nggi kunlarda juda ham ko'p guvohi bo'lyapmiz. Ular fabrikalarni olyapti, ishlab chiqarish, tijorat joylari, tabiiy konlarni chiqarish, yer osti konlarini nima qilish. Bu narsalar ularning qo'liga sekin-sekin o'tyapti. U joydan ishchilar kelyapti. U joydan qancha odamlar kelyapti, egallayapti. Xalqning ichida ishsizlik bor. Qancha ishsizlik bor, natijada xalq tashqariga chiqib ketyapti. Afg'onistonda ham Xitoy kelishdi. U joyda ular ham ba'zi narsalarni ishlayapti, ishlab chiqaryapti, harakat qilyapti. Lekin Afg'oniston hukumati bilan Tolibon hukumati bilan Xitoy shartnoma qilgan. Ya'ni Tolibon hukumati ularga o'zini shartini qo'ygan. Mayli, ishlab chiqarishlarni qilasan, lekin ishchini Xitoydan olib kelmaysan degan. Qarang, davlatni, yurtni, xalqni manfaati uchun qo'yilgan shartni adan olib kelmaysan degan. Mana shu joydan yerli xalq ishlaydi. Seni fabrikalaringda, seni ishlab chiqarish, sanoat va hokazo boshqa zavodlar, boshqa o'rinlarda mana shu yerli xalq, ya'ni afg'on xalqi ishlaydi degan. Ko'ryapsizmi qo'ygan shartni? Bu xalqning manfaati uchun.
xalqdagi ishsizlikni, faqirlikni, qiynalishlikni yo'qotishlik uchun. Bizda esa ular hamma narsasi bilan kirib kelyapti. Va ularni rozi qilishlik uchun hamma narsaga yo'llar ochilyapti. Hattoki masalan Xitoy tili kiritilyapti sekin-sekin. Rus tilini tushunsak bo'ladi, ko'p odamlar rus tili, o'zbek tili, ingliz tili dunyo tili deyiladi. Endi Xitoy tilini ham kirgizib qo'yapti. Xitoyliklar o'sha foydalanayotganligi uchun. Yoki o'sha Xitoyliklarni Xitoycha yozuvlari, reklamalari, afishalar va hokazo o'zlari o'sha ishlayotgan joylarda. Bular nimani ko'rsatadi, nimani bildiradi? Asta-sekin Xitoy egallashligi kirib keladi. Bunga e'tiborsizlik, millatni o'ylamaslik, millatning kelajagini o'ylamaslik millatga zarar olib keladi. Va buni ba'zi insonlar qilyapti. Xalq esa norozi. Xalqning qo'lida bir narsa bo'lmaganligi uchun xalq qarshilik qila olmaydi. Qarshilik qilganlarni tezda vatanga dushman, vatan xoini, millat xoini, vatan ravnaqi uchun bular xavf, bular to'siq deydi yoki agar diniy bir tomonga bog'liq bo'lsa uni ekstremist deydi, terrorist deydi, radikal deydi, u deydi, bu deydi. Bir narsa qilib ularni yo'qotiladi, yopiladi. Va odamlar ham bu narsadan qo'rqib gapira olmaydi, o'zini ichidagi fikrini bildira olmaydi. Mana shu holatda ketyapti. Bu millatni hech qachon yaxshilikka, millatni hech qachon kelajakda oliy bo'lishligiga olib bormaydi, balki dushmanni qo'yib bergan strategiyasiga ishlab berishlikka olib boradi. Ruslar qancha bizdan foydalandi, qancha iqtisodimiz, qancha tabiiy boyliklarimiz o'shalarga ketdi. Mana tarixda o'tmishda qancha ziyolilarimizni o'ldirdi. Har qanaqasiga ular bizni rivojlantirmadi. Har qanaqasiga bizni oldimizni to'sdi. Bizga ishlaysan dedi, qul bo'lasan dedi. Ekildi, paxtalarni terib xalqimiz qullik qildi. Oq oltin deyildi. Uni chiroyli qilib maqtaldi, gapirildi. Vaholanki o'quvchilar, maktab o'quvchilari, universitet o'quvchilari, kollej o'quvchilari paxta olib borib paxta terdirildi. Xalq, ya'ni ruslar uchun xizmat qildi, ruslar uchun mehnat qildi. Endi esa bu boshqacha siyosatda, boshqacha uslubda va boshqacha yo'nalishda Xitoyga qarab ketyapti. Xitoy foydalanadi endi. Bizni kelajagimizni Xitoy quradi. Xitoyni aytgani bo'ladi. Xitoy uchun harakat qilamiz. Xitoyni boyitishlik uchun, Xitoyni strategiyasini amalga oshirishlik uchun harakat qilamiz. Bu holatda hech qachon bizni xalqimiz rivojlanmaydi. Shuning uchun ya'ni xalqlar kuchayishligi uchun ularga yo'l ochilishligi kerak, mutafakkirlarga, siyosatchilarga, ziyoli insonlarga, ilmli insonlarga yo'l ochilishligi kerak. Chunki tanqid hech qachon sindirmaydi. Tanqid hech qachon zaiflashtirmaydi, balki tanqid o'stiradi. Albatta bu hikmatli bo'lgan tanqid, to'g'ri eshigidan kirilgan tanqid. Mana bu tanqid bo'lishligi, xatolar aytilishligi, xatolar o'rganilishligi, o'rtaga tashlanishligi xatolar va bularni ochishlik u o'shalarni yo'qotishlik uchun deb tushunmaslik kerak, balki davlatni, xalqni, hukumatni rivojlantirishlik uchun deb tushunishlik kerak. Shuning uchun qaysi mamlakatda o'sha muxolifat bo'lsa, tanqid bo'lsa, bahs bo'lsa, bellashuvlar bo'lsa, o'tirib o'sha muhokamalar bo'lsa, o'tirib o'sha dars qilishlik, o'rganishlik bo'lsa, o'sha xalqlar nima bo'ladi? Sekin-sekin o'sadi, rivojlanadi. Har tomonlama o'sadi. Iqtisod tomoni o'sadi, ongi o'sadi, tafakkuri o'sadi, dunyoqarashi o'sadi, siyosati o'sadi, dunyodagi bo'layotgan narsalarni tushunadi va o'sha asosida keyin bolasini tarbiyalaydi, bolalar tarbiyalanadi va hokazo xalqni kuchayishligi keladi. Mana shu ishlar qilinmas ekan, bizni xalqlar kuchayishligi juda ham qiyin. Kecha mana Shimoliy Koreyani prezidenti parlamentda nutq qildi. Shu nutqda aytdiki, ya'ni aslida kim terrorist? Bular terrorist deb irhobiy, radikal, ekstremist va hokazo o'zlari xohlagan nomni qo'yib yuboraveradi. Vaholanki bularning ko'plari o'sha nomga o'zi haqli. Biz mana Epstein faylllari chiqqandan keyin ko'p insonlarning asl basharasi nima ekanligini, davlatlarning rahbarlari qanaqa ekanligini ko'rib oldik, bilib oldik. Shuning uchun ularni terrorist, radikal degan gaplariga biz ishonmasligimiz kerak. Ularmi mezon? Ular mezon emas, ular
o'lchov qo'ysa, keyin o'shalarni o'lchov bilan biz o'lchashligimiz kerak degani emas. Nimaga ularni o'lchovi bilan biz baholaymiz? Ular bir odamni terrorist desa, tamom terrorist bo'lib ketaveradi. Ular bir odamni radikal desa, tamomiy radikal bo'lib ketaveradi. Mana Shimoliy Koreyani rahbari aytayapti. Parlamentda nutqda Amerikani aytayaptiki, butun dunyo bo'ylab davlat homiyligida terrorizm va tajovuzni amalga oshirayotgan bir tuzilma dedi Amerika. Qarang, davlat miqyosida, davlat yo'lida terrorizmni, tajovuzni qo'llayotgan bir tizim dedi. Chunki hammaga ma'lum, Falastinda 60 ming, 70 mingdan ortiq insonlar o'lishligiga Isroilni nima qildi? Yordamida bo'ldi Amerika. Isroilga yordam berdi va Amerika tomonidan raketalar keldi va raketalarni otdi va odamlar o'ldi. Mana kecha Lubnan, Liviya Sog'liqni saqlash vazirligi ochiqlama qildi. Livan Sog'liqni saqlash vazirligi. Mart oyidan, 2-mart oyidan shu kunga qadar 1238 ta inson o'lgan Isroilni otgan raketalari sababli. Bir oyda bo'layotgan, bir oyga bormasdan bo'layotgan narsa bu. 2-martdan undan oldingisini qo'ying, undan oldin ham qancha raketalar otdi va qancha tinch aholidan insonlar o'ldi. 1238 ta inson o'ldi deb ochiqlama qildi. Mana shu 1238 ta odamni Isroil o'ldirdi, tajovuz qilib, zulm qilib va uni bu tajovuzida, bu zulmida sherigi kim? Amerika. Bu hammaga ma'lum. Demak, biz o'lchovlarni to'g'ri baholashligimiz kerak. Har kim chiqib olib gapirsa, unaqa bunaqa deb gapirsa, u o'shnaqa bo'lib ketmaydi. Bizda mana ruslar kirganda, o'sha bolsheviklar bo'lsin, boshqasi bo'lsin, kirib bizni ziyolilarimiz nima dedi? Vatan xoini dedi. Ya'ni hozirgi til bilan aytganda terrorist dedi, radikal dedi, ekstremist dedi, u dedi, bu dedi. O'shna deb o'shalarni olib chiqib, osib, otib yubordi. Va mujohidlarni, xalqni, vatanni himoya qilgan mujohidlarni bosmachilar dedi. Vaholanki ular bosmachi edi. Vatanni himoya qilgan, yurtni himoya qilgan Ibrohimbek, Madaminbek, Sher Muhammad, Alixonto'ra Sog'uniy, bularga o'xshagan qancha vatanni himoya qilgan, vatan himoyachilari edi ular. Ular vatan himoyachilari, bosmachilar emas. Vatanni himoya qiladiganlar ular. Mana shularni nima deyildi? Qoraga chiqarildi. Yomon deyildi. Bugungi til bilan aytilganga ekstremist deyildi, radikal deyildi, terrorist deyildi. Lekin oxiri mana oqlandi ular, unaqa emas ekan ular. Ular vatan uchun himoya qilgan ekan. Demak, ularni qo'yib bergan kofirlarni, musulmonlarni dushmanlari qo'yib bergan o'lchov bilan biz o'lchamaymiz. Bizni o'zimizni adolatli o'lchovimiz bor. Mezonimiz bor. Alloh taolo qo'yib bergan mezon bor. Bu mezon Alloh taoloning kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati. Mana shu mezon asosida biz o'lchaymiz. Amerika qo'yib bergan, Rossiya qo'yib bergan, Xitoy qo'yib bergan mezon bilan emas, Robbil olamin tomonidan bo'lgan mezon bilan o'lchaymiz. Ularning mezoni bizga hech narsa emas. Ularning mezoni bizga umuman mezon emas. Adolatga to'g'ri kelsa mezon bo'lishligi mumkin, lekin adolatga to'g'ri kelmasa o'lchov emas. Bizni adolatli bo'lgan o'lchovimiz bu Robbimizning kitobi. Va Rossiya urushga aralashishlik ehtimolida, chunki Rossiya qo'ygan maqsadlariga qarshi bo'ladigan ishlar bo'lyapti, Kaspiy dengizida bo'lsin yoki boshqa tomondan, va yana Eronni Rossiya ittifoqdoshi Eron Ukraina urushlarida Rossiyaga qancha yordam berdi, dronlarni yetkazdi. Shuning uchun bu Rossiya tomonidan ochiqlama ya'ni jiddiy ochiqlamalardan biri shu kunga qadar. Chunki dronlarni ham yetkazib berishning haqida ular o'ylayotganligini aytishdi. Demak, Rossiya Eronga dronlarni berishligi mumkin. Buni nimaga aytyapman? Bu vaziyatni yana ham muammolashtiradi. Ya'ni Trump aytgandek 4 hafta yoki 6 hafta urush bo'ladi, shundan keyin tugatamiz degan narsa umuman ya'ni noto'g'ri ekanligi, ya'ni odamlarni chalg'itish ekanligi, odamlarni adashtirish ekanligi ma'lum bo'ladi. Chunki Rossiya kirgandan keyin urush albatta nima bo'ladi? Yana ham chuqurlashadi. Urush albatta muammoga kiradi. Urush albatta kengayadi. Mana Trumpni
Ko'rfaz mamlakatlariga bosim qilgandan keyin ba'zi ko'rfaz mamlakatlari Eronga qarshi urushga qo'shilishlikka yaqin bo'lyapti. Hozir shular haqida mana muzokaralar ketyapti. Tramp majbur qilyapti, Saudiyani majbur qilyapti yoki yana boshqa mamlakatlarni. Birlashgan Arab Amirliklari zotan ular o'shalar bilan birga, chunki ular Isroil bilan juda ham qattiq, qalin aka-uka ittifoqdosh ular. Isroilni loyihasini, Isroilni o'sha qo'ygan strategiyasini bajaradigan Isroilni ishchisi sanaladi Birlashgan Arab Amirliklari. Va bu davlatlardan Eronga qarshi Hormuz bo'g'ozini ochishlik yoki piyoda askarlarni kiritishlik bu narsalarda sherik bo'lishligi Amerikadan talab qilinyapti va ular bunga muvofiq bo'lishlikka yaqin bo'lyapti. Mana shu vaqtda Yamandan Husiylar chiqdi. Yamandan Husiylar ochiqlama qildi, bu urushga aralashganligini e'lon qildi. Va urushga mana kecha ochiqlama qilib aralashganligini e'lon qilgandan keyin Isroilga dronlarni uchirdi, ballistik raketalarni otdi. Bu nimani bildiradi bu? Bu nimani bildiradi? Bu Ko'rfaz mamlakatlari urushga, Eronga qarshi urushga qo'shilishlikka yaqin bo'layotgan paytda bu narsa nima bo'lyapti, chiqib kelyapti. Chunki Yaman Saudiyaning qo'shnisi va Birlashgan Arab Amirliklariga ham masofa yaqin Isroildan ko'ra. Bular ochiqlama qilib, Eronni biz qo'llab-quvvatlaymiz, Falastin uchun kurashamiz dedi. Oldin ham Falastin uchun, G'azo uchun qancha ular juda ham katta zararlarni ko'rdi. Qanday maqsadda bo'lsin, Falastin uchun uzoqda bo'lsa ham qo'shnisi bo'lgan musulmonlar yordam bermadi, lekin Yamanda Husiylar G'azoni himoya qilishlik uchun G'azoni tarafida turib Isroilga qarshi raketalar otdi. Bu holat ham Rossiya dron berishlikni aytganidek, Husiylar ham urushga kirganligini ochiqlama qilganligi urush jiddiylashayotganligini ko'rsatadi. Urush tobora muammoli holatga kirayotganligini ko'rsatadi. Chunki bilamiz, Husiylar Eron strategiyasi bo'yicha harakat qiladigan harakat bo'ladi. Ular Eronni maqsadi bo'yicha harakat qiladi. Eron nima desa, o'sha bo'yicha ular yuradi. Shuning uchun Eron tomonidan talab bo'lgandan keyin Husiylar mana bu ochiqlamani qildi. O'sha agar Saudiya Eronga hujum qiladigan bo'lsa, Yaman Saudiyaning qo'shnisi Saudiyaga hujum qilishligi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari otadigan bo'lsa, Yamandan ularga Husiylar tomonidan raketa kelishligi mumkin. Shuning uchun bu mana narsalar aytilyapti. Amerikaning quruqlikdan kirishligi oxirgi kunlarda ko'p mana bahs qilinyapti. Yevropadan bo'lsin, Amerikaning ichidan bo'lsin, kongressda mana o'sha respublikachilar, ulardan bir qancha a'zolari o'sha yerda qandaydir bo'limlarni rahbarlari ochiqlama qildi. Amerika yerdan kirishlikka, piyoda askar kirishlikka yaqin bo'lyapti. Buni ustida ishlayapti. Tramp buni ustida maslahat qilyapti deb ular aytdi. Haqiqatda bu kundan kunga amalga oshishlikka yaqinlashyapti. Agar amalga oshadigan bo'lsa, bu Amerikani juda ham katta strategik xatosi bo'ladi. Afg'onistonda xato qildi bunaqa strategik va Iroqda qildi va undan oldin Vyetnamda qilgan, yana boshqa joylar. Mana bu xato yana takrorlanadi va bu yana Amerikani zararga olib kirishligi mumkin. Chunki ular kirmoqchi bo'layotgan yer Eronning yeri, Amerikaning yeri emas. Yoki Amerikaning bir ittifoqdoshining yeri emas. Eronning yeri. Bu tizim 50 yildan beri o'zini mustahkamlab strategiyasini o'rnatib kelayotgan tizim. Shuning uchun yerdan kirib u osonlikcha uni mag'lub qilib yoki uni yerlarini olib yoki unga katta zarar berishligi bu juda ham qiyin. Kecha Suriyada Suvaydadagi duruzlardan ochiqlama keldi. Isroilni bu urushda biz qo'llaymiz deb. Qarang bularni xiyonatini. Oldin bular mazlum xalqlarni o'ldirishlik uchun bu duruzlar Hikmat Hajariy Bashar Asadni qo'llagan edi. Bashar Asad bilan birga bo'lgan edi. Bashar Asad Eron bilan birga bo'lgan. Ya'ni Eron bilan birga edi bular. Endi hozir Isroil tomoniga o'tib oldi. Endi bu duruzlar
Isroilni qo'llaymiz deyapti. Bu duruzlarga Isroil ba'zi narsalarda va'da berganligi uchun Isroil tomoniga o'tyapti. Shuning uchun bundaqa insonlarga, ya'ni o'zini manfaati uchun, nafsi uchun harakat qiladigan toifalarga, insonlarga hech qachon odam aldanib qolmasligi kerak. Bular tomonidan doim zarba keladi. Bular tomonidan doim orqadan pichoq uriladi. Bular xiyonat qiladi. Mana kecha Bashar Asadni zolimni qo'llaganlar bugun yana bitta boshqa zolimni qo'llayapti. Isroilni qo'llayapti. Bashar Asadni xalqlarni o'ldirishligiga, bombalarni, barminlarni, bochkalarni tashashligiga yordamchi bo'lganlar endi Eronga bombalarni, raketalarni tashashligiga yordamchi bo'lyapti. Duruzlardan Isroil juda ham foydalanadi. Isroil Suriyani bo'lishlik uchun, Suriyaga zarar berishlik uchun mana shu duruzlarni qo'lidan foydalanadi. Duruzlar ham bularga itdek ishlab beradi. Itdek ishlaydi va kerak bo'lgan paytda agar do'ppitor kelib qolsa, duruzlarni Isroil shunday tashab ketib yuboradi. U tomonda PKKni Amerika shunday tashab ketib yuborganda. Bular bu narsadan hech ibrat olmaydi, hech bir dars qilib o'rganib bir o'ziga anaqa olmaydi. Nafsi hokim bo'lganligi uchun o'sha joyda seni turishlikka va iqtisodiy tomondan yordam beramiz, senga qurol beramiz, sen o'sha yerda davlatingni qurasan, kichkina davlatcha. Davlatchini qurasan deb aytganligi uchun ularga nima qilyapti? Itdek xizmat qilib beryapti. PKK ham itdek Amerikaga xizmat qilganida oxiri nima qildi? Tashab ketib yubordi. Ertaga Isroil zaiflashgan kuni keladi, bu albatta keladi. U ishonayotgan dadalari, onalari albatta uni yetim tashlaydi. Mana shunda duruzlarni holiga maymunlar yig'laydi. Hozir bular xiyonat qilyapti, lekin ertaga juda ham katta ular tomonidan tashlab ketilgandan keyin zarar keladi. Chunki ularga hech qachon ishlanib bo'lmaydi. Dushman sizni faqat o'zini manfaatida ishlatadi. Ishlatib kerak bo'lmaganingizdan keyin shunday uloqtirib tashlab ketib yuboradi. Va mana kecha Isroil rahbarlaridan o'sha Ben-Gvir nima qildi? Ochiqlama qildi. Suriyani biz urishligimiz kerak, zaiflashtirishimiz kerak. Uni rahbarini yo'qotishligimiz kerak, u ilonni boshi deb ba'zi ochiqlamalar qildi. Bu albatta tagida bir narsa bor. Bu rahbariyatda bu gap o'tgan, bir narsalar bo'lgan, shuni natijasida bu gapni chiqib gapiryapti. Demak, Isroil bilan Suriya albatta to'qnash keladi. Bu chorasiz. Chunki bularni qo'ygan strategiyasi, bularni qo'ygan maqsadi, bularni qo'ygan g'oyasi hech qachon to'g'ri kelmaydi. Chunki Suriyadagi hukumat askarlari, mujohidlar bular G'azo uchun harakat qiladigan, G'azoni ozodligi uchun harakat qiladigan, shu uchun ishlayotgan, shu uchun Allohdan duo qilib so'rayotgan insonlar sanaladi. Bular hech qachon Isroil bilan kelishligi mumkin emas. Bular hech qachon duruzlar bilan kelishligi mumkin emas. Ba'zan manfaat ustida ba'zi ishlarni qilishligi mumkin. Musulmonlarning manfaati bo'lsin deb ba'zi narsalarga ular qo'l urishligi mumkin, lekin bular hech qachon birlashmaydi va bularning o'rtasida albatta urush bo'ladi. Buni kelajakda inshaalloh Alloh taolo bizlarga ko'rsatadi. Chunki ya'ni tarixdan ma'lumki, bunaqa ikkita kuch hech qachon birlashib bir-biri ichiga kirib ketmaydi. Bularning manfaati tamomiy bir-biriga zid. Shuning uchun albatta bu urush bo'ladi. Turkiyani ham zaiflashtirishlik uchun Isroil, chunki hozir Suriya bilan Turkiyaning o'rtasidagi munosabatlar juda ham yaxshi. Bularning strategiyasi ham bir-biriga yaqin, bir-biriga o'xshash. Go'yoki bitta strategiyada harakat qilayotgandek, PKKga qarshi ham birga bular harakat qildi. Isroilga qarshi ham bular birga bo'ladi va yana boshqa maqsadlarda bular birga bo'lishligi mumkin. Shuning uchun Turkiyani ham zaiflashtirishlik yo'lida Isroil Suriya hukumatini nima qiladi? Zaiflashtirishlikka, ularga zarar berishlikka harakat qiladi. Aks holda tobora qo'yib beradigan bo'lsa bu davlat kuchayadi deydi ular. Ularning qarashi mana shunday. Chunki ular musulmonlarni dushman deb biladi, musulmonlarning kuchayishini hech qachon xohlamaydi. Lekin biz tarixga qaraydigan bo'lsak, musulmonlar, masalan Salohiddin Ayyubiy birinchi mana Shom yerlarini birlashtirdi, undan keyin Misrni va undan keyin Iroq yerlari, Mosul, Damashqni oldi va undan keyin Damashq olingandan keyin Falastinga qarab yurdi. Mana bu tarix inshaalloh takrorlanadi. Musulmonlar modomiki birlikda bo'lsa, birlashib harakat qiladigan bo'lsa, Iroq, Misr, Shom yerlari birlashib, Turkiya
birlashib harakat qiladigan bo'lsa, albatta Masjidil Aqso yana musulmonlarga qaytariladi va Isroil mana shunda zaiflashadi. Isroil hozir bu davlatlarga o'zi teng kela oladigan kuchi yo'q, lekin u otasi Amerikaga ishonyapti, onasi G'arb Yevropaga ishonyapti, Britaniyaga ishonyapti, Germaniyaga ishonyapti, Fransiyaga ishonyapti va hokazo ishonyapti o'zini dadalariga. Bu dadalari yetim tashlaganda bu zaiflashadi. Alloh subhanahu va taolo bunga sabablarni hozir tayyorlayapti. Musulmonlar bu tomondan birlashsa va ular u tomondan o'rtada ixtilof bo'lsa va sabablar to'planib keladigan bo'lsa, inshaalloh Masjidil Aqso yana musulmonlarni qo'liga o'tadi. Kecha Trump ochiqlama qildi, Eronning o'sha ballistik raketalari yoki dronlari bularga zarar berdik. Bir qismini ishlab bo'lmaydigan holatga keltirdik. Biz bir qismini portlatdik, yo'qotdik, bir qismi turibdi, u ham oz, u ham tugaydi deyapti. Lekin kundan kunga Eronning ballistik raketalari kuchaysa kuchayapti, dronlari kuchaysa kuchayapti, lekin zaiflashgani yo'q. Va yana bir narsani o'ylab qo'yishni kerak. Trump ya'ni Rossiyadan yoki Xitoydan yordam kelmaydi deb o'ylayaptimi u? Albatta Rossiya dronlarni yetkazadi. Albatta Xitoydan dronlar kelishligi mumkin. Albatta Pokistondan bir narsalar kelishligi mumkin agar tugaydigan bo'lsa. Chunki bular hech qachon Eron hozirgi hukumatini tushishligini xohlamaydi. Xitoy ham xohlamaydi va Rossiya ham xohlamaydi va Pokiston ham xohlamaydi. Bular albatta armiyasi kuchli bo'lgan davlatlar, bular Eronni qo'llab-quvvatlaydi, Eronga yordam beradi. Bu narsalar go'yoki hisobga olinmayotgandek. Eronda raketalar tugasa, Eron mag'lubiyatga uchraydigandek. Yo'q, raketalar tugasa ham, raketa otilmaydigan bo'lsa ham bu mag'lubiyat degani emas. To yerdan kirib ularni joyini egallamagungacha ular mag'lubiyatga uchramaydi. Va yerdan kirib ularni joyini egallashlik esa juda ham og'ir narsa va bu agar amalga oshadigan bo'lsa, Isroil va Amerikaning juda katta strategik bu xatosi bo'ladi. Livandagi holatlar ham kundan kunga keskinlashyapti. Yerdan Isroil askarlari kiryapti va ularga ham og'ir zarbalar berilyapti. Ularning tanklari urilyapti. Mana kecha u joydagi Hizbulloh Isroil askarlariga qattiq zarar bergan va ulardan bir qanchalari o'lgan, bir qanchalari ketgan. Lekin ichkariga kirishga harakat qilyapti. Agar buni ham oldi olinmasa, bu uchun musulmonlar harakat qilmasa, qo'lida imkoniyati bo'lgan, kuchi bo'lgan, o'sha texnikasi bo'lgan, quroli bo'lgan musulmonlar harakat qilmasa, Isroil u joylarni egallaydi va u joylarni egallagandan keyin chiqmaydi. Suriyada ham kirib olgan joylardan chiqmayapti. Javlon tepaligini Trump ularga berib yubordi va o'rnashib olgan joylardan u orqaga chekinmayapti. Livanda ham mana shunday kiradi va yerlarni oladi, shundan keyin musulmonlarning yerlari ularga ketadi, chunki Isroilning maqsadi ham mana shu. Bu uchun albatta musulmonlar birlik yo'lida, birdamlik yo'lida unga qarshi harakat qilmoqligi kerak. Aks holda musulmonlarning yeri va musulmonlarning kuchi ketadi. Vallohu a'lam.